Biz har kuni Fotiha surasini o'qiymizda azizlar. Fotiha surasini oyati bor. Nima deymiz? Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Iyyaka kalimasi faqatgina degani. Allohim ibodat qilsam faqatgina senga ibodat qilaman. Qullik qilsam faqatgina senga qullik qilaman. Ikkinchisi va iyyaka nasta'in. Allohim so'rasam faqat sendan so'rayman. Boshqasidan so'ramayman. Endi o'zimizga o'zimiz savol beraylik. Qullik qilganda dunyoni matosiga qullik qilib qo'ymayapmizmi? Boshimizga musibat tushadigan bo'lsa, birinchi xayolimizga Robbimiz kelyaptimi yoki yo'qmi? Muammo tushib qolsa boshimizga birinchi nima kelyapti xayolimizga? Qaysidir okamizmi? Qaysidir mansabdor odammi? Yoki cho'ntagimizdagi pulimizmi? Biligimizdagi quvvatimizmi? Yoki xayolimizga birinchi Robbimiz kelyaptimi? Birinchi Robbimiz kelayotgan bo'lsa, bizda o'sha iyyaka na'budu, faqatgina senga ibodat qilaman degan sifat topilayotgan bo'ladi. Va iyyaka nasta'in, faqatgina sendan so'rayman deymiz. Har namozimizda o'qiymiz shu oyatlarni. Har namozimizda o'qiymiz. Bir necha marta o'qiymiz. So'rasam faqat sendan so'rayman deymiz. Lekin odamlar bir sartaroshxonadamidi, choyxonadamidi, o'tdamidi, bo'tdamidi bir suhbatlarni eshitib ko'ringlar-da. Bor dardini yonidagi sherigiga aytadi. Xotinidan bo'layotgan munosabatni ham, o'g'li gapiga kirmayotgan bo'lsa ham, tanasida bir a'zosi og'riyotgan bo'lsa ham, faqat og'aynisiga, faqat yonidagi do'stiga aytadi. Haligi do'sti ham telefonni o'ynab eshitib o'tiraveradi. Yechim bo'lmaydi. Xudo saqlasin, ba'zi bir ustidan kulib ketadi. Alloh subhanahu va taologa so'ragan banda qanaqa bo'ladi desa, muammolarini faqat Robbisiga aytadi. Faqat Robbisiga shikoyat qiladi. Allohim, holimni ko'rib turibsan. Mana shunaqa narsa bo'lyapti. Parvardigor o'zing yordam bergin. So'rasam sendan so'rayman, boshqasini yordami menga kerak emas deydi. Ana shu bandani ishini Alloh subhanahu va taolo dunyoda ham, oxiratda ham zoya qilmaydi. O'sha bandasini o'z holiga tashlab qo'ymas ekan.